Do'stlar, bugungi video roligimizda do'stlar obuna bo'lishni unutmaymiz. Salom yana bir do'stlar. Bugun biz boshqa joyga ko'chib ketyapmiz do'stlar. Bizni qanday sarguzashtlar kutayotganini biz hali ham bilmaymiz do'stlar. Xo'sh, bu mashina meniki, dollar va telefon bor, faqat menda shular. Xo'sh, ko'ramiz. Bu asqotishim do'stlar, obuna bo'lishni unutmaymiz. Albatta men Kasper do'stlar. Xo'p, ko'ramiz. Ko'ring do'stlar. Do'stlar, mana shu yerga qo'yaman, eshigini chiqaraversin endi. Xo'sh. Xo'sh do'stlar, albatta obuna bo'lishni bu yerda kim bo'ldi? Mayli taqlidamiz. Mumkinmi? Ha, mumkin, kiring. Hozir iltimos kechiring, biz bu yerga kelganimiz uchun. Ob-havo yomg'ir yog'yapti albatta. Shu yerda bir kun tunab qolsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Mayli, unda. Xo'p. Vaqtni chog' o'tkazishga televizor ham bor ekan, do'stlar. Mana bu yerda tunab bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Xo'sh, mana shu qishloq menga yoqqandek ko'rinyapti do'stlar. Bu yerda birorta sotiladigan uy yo'qmi? Masalan, bor albatta. Yuringlar ko'rsataman. Kim sotadi bu uyni? Qaysi uy? Mana shu uy. Tayyor kompyuterlar bo'yicha bor ekan do'stlar. Xo'sh. Xo'sh. Nech pul deyapsiz bu uyni? Siz sotyapsizmi? Ha, men sotyapman. Bu bir stak. Pulmi? Mayli, hozircha sizga tunab turaveraylik, keyin pulni oxirida beraman. Xo'sh. Sizning ismingiz Shadow ekan. Siz mening qo'shnim bo'lasizmi shunda? Ha, albatta. Keling, biz do'stlashamiz. Mayli. Ha, unda mayli. Xo'p, mayli. Shu tariqa kechqurun ham bo'ldi do'stlar. Xo'p, Shadow, siz albatta Kasper o'z kanaliga obuna bo'ling, chunki Kasper o'z menman. Uzr albatta. Kasper o'z kanaliga albatta obuna bo'ling va uxlaymizmi hozir? Juda ham charchaganman. Aytgancha men sizga ismimni aytmabman. Mayli, uxlab o'tdi. Ertalab ham tushdi. Aytgancha men kechqurun sizga ismimni aytaman dedim, lekin siz uxlab qoldingiz. Meni ismim Kasper. Mana bu kelishganimizda kechagi uyni puli oling. Rahmat. Endi bu uy meniki. Demak, bu o'zimga ham o'qishsam bo'ladi. Xo'sh, bu yerda sandiqda hech narsa yo'q. Demak, bu yerga pulni qo'yib bo'ladi. Xo'sh, kompyuter. Bu kompyuterga narsa yashirsa ham bo'lar ekan do'stlar. Mayli, men qishlog'ini bir tekshirib chiqaychi. Bu aytishlaricha bu yerda avval kamput yashagan ekan do'stlar. Bu yerdan ko'chib ketgan ekan va xo'sh, qo'shnim ham bu yoqda aylanib yuribdi. Bu yerda jitelar ham ko'rinmaydi. Bu yerda qo'shnimni o'zi yashaganiga hayronman. O'zi yerga ketmasmikan? Xo'sh. Do'stlar, bu ob-havo bu yerda har doim yomg'irli bo'lib turadi shekilli. Har doim yomg'ir yog'ib turibdi do'stlar. Xo'sh.
Tak. Yürüyün Shadow. Gittik. Bu yerda bitta bo'lsa ham savdogar bor ekan-ku. Bu yerni jitelari albatta o'lib ketishgan. Nima sababdan o'lib ketgan? Xo'sh do'stlar, nima deb turganim bilan qo'ydim. Xo'sh, eshitmagan bo'lsangiz yana bir qaytaraman savolimni. Bu yerda jitellar yo'q ekan. Nima sababdan bu yerda jitellar yo'q? Buni tarifi uzun. Mayli, bunga qiziqib qo'yay. Xo'sh, bir o'zingiz bu yerda yashashdan qo'rqmaysizmi? Yo'q, albatta. Mayli. Bu yerga ko'p kishi ko'chib kelar. Bu sonni eslayman. Kompot hammani ustidan kulgan edi. Bir jitelni shunga o'tkazib qo'ygan va shu videolarni eslasam kompotni esimga tushadi-da. Mashinamni qayerga olib qo'ysam ekan? Yordam beringlar. Xo'sh, mashinamga qayerni qo'yasam ekan? Shu yerdan chiqib qolasam. Nereye? Jon ketdi, nimadir bo'ldi. Ana endi mana shu yer bo'ladi. Mana shuni ko'rganingiz ko'proq kompotni shu videosi esimga kelyapti. Mayli, buni esdalik uchun o'zimizga olib kirib qo'yamiz. Shadow, sizga bir savolim bor edi. Bu yerda avval kim yashagan mana uyimda? Bizda kompot yashagan. Voy, meni narsamni siz oldingiz bering, men buni esdalikka qo'ymoqchi edim. Bu yerda kompot yashagan. Voy, nerealniy. Seriozmi? Seriyoz. Mana shu yerga qo'yib qo'yamiz esdalik uchun. Menga kompot bilan ko'p videolar esimga tushadi va esimga tushgan videolar juda meni qiziqtiradi. Paket yeysizmi? Yo'q, yemayman. Bo'pti, siz ham uyingizga boring. Bir kun yana o'tar ketar. Aytgancha, boyagi mashina kimniki edi? Meniki. Minib ko'rsam bo'ladimi? Albatta. To'xtang, men ham siz bilan chiqaman, siz haydolmasligingiz mumkin. Eshigingizni yopib yuring har doim. Chiqing, davay, siz minasiz, men yoningizda o'tiraman. To'xtang. Ketdik. Mashinaga rosa tushdingiz, lekin mashina sizga ham tushib ketdi. Rahmat. Sekinroq, bu sizga Ferrari emas. Endi uyimizga haydang, shuncha aylanganimiz yetadi. Bo'ldi, mana shu yerda to'xtang. Tushdik. Eshik o'zi ochiq turadi, mayli. Hyundai mashina eshigini ochiq turish. Xo'sh. Kun o'tdi va Shadow yaxshidan oling. Bo'pti. Shadow yaxshidan olib turing. Xo'p, Ertagacha. Men yangi uyimda bir yotib qolishim. Bilan hayotdan